Ilajonlar, ulichka tuxumimiz keldi. Mana sveji holatda 3 minutda 4 minutda olib kremga qo'shiladi. Bu yerda hali tozalanadi. Ulichka tuxumlari, bu yerda puchlarini olib tashlaymiz, har xil musorlaridan tozalaymiz. To'tlari tushib qolishi mumkin ichiga, shuning uchun yaxshi tozalab yuvib olib qutamiz. Mana bu yerda ham bor qo'shimcha. Ularni ham tozalab ulichka kremlarga qo'shiladi. Buni ham o'ziga yarasha mehnati bor qizlar. Puchlarini olib tashlab, ezib, silioza bizga kerak, siliozani kremga qo'shamiz. Mana sveji tuxumlar keldi. Tuxumlarni yuvib tozalab oldik, endi ozgina bir ikkita narsalarni olib tashlab, bu yerda quritamiz salfetkaga va tozalanadi. Bular juda nozik bo'ladi, tuxumlar sinib ketadi, qattiq harakat qilsak. Mana shularni hammasini ulichka kremga qo'shamiz. Mana ulichka tuxumlarini tozalab oldik. Endi buni yaxshilab ezib siliozaga chiqaramiz. Mana silioza chiqyapti. Şimdi qo'shib o'sib yaxshi eziladi. Mana silyozani ko'rasam, ulichka tuxumlarimiz silioza chiqyapti. Eng keraklisi bizga mana puchoqdan ham shu suv kerak. Yuzni tarang qilib, yuzni sveji ajinlarni yoyib, yuzni namlaveradi. Yaxshilab ezib olamiz. Xohlasanglar puchog'ini, xohlasak puchog'ini sovursak ham bo'ladi, lekin puchog'dan mana shu bizga silioza kerak. Ko'pchilik klientlarimiz ulichka kremni puchog'i masalan bir xil payt solmayman ichiga, olib tashlayman. Bu puchog'i yo'q ekan, bu ulichka krem emas ekan deb aytishadi, lekin puchog'ini olib tashlashligini bilishmaydi. Puchog'ini ko'pincha olib tashlayman. Siliozani o'zini solib, mani e'tiborli va juda sinchko'y klientlarim bor. Bilishadi, tuxumini solmaganimni, tuxumi yo'q, siliozani solganman deb aytaman. Ko'pincha tuxumini solmayman puchog'ini, tuxum puchog'ini, lekin silioza bo'ladi. Hamma ulichka tuxumi ham bo'lmaydi. Kosmetik ulichkalar bo'ladi, terapiya uchun. O'shalarni tuxumi kerak. Hamma tuxumni ham ishlatolmaymiz. Yovvoyilar bo'ladi ulichkani ham. Buni boqish mashaqqat. Buni tuxum qo'ydirib boqish ham o'zi bo'lmaydi qizlar. Juda nozik bo'ladi, ko'plari o'lib qoladi, juda parvarish talab. Hayvon desak ham bo'ladi. Mana shunaqa qilib yozlarini chiqarib olamiz. 2000 ta tuxumlar solinadi. Kamida 200 300 ta tuxum bo'lmaydi. Hech nima bo'lmaydi. Agar efekt yaxshi bo'lishini xohlaysiz, krem qiladiganlar ko'proq silioza chiqishi kerak. Mana har puchoqni tuxumdan soldik, endi aralashtiramiz, siliozni ko'rasam. Mana shunaqa holatda aralashtirib, ulichka tuxumimiz qurib ketgan yuzlarni yaxshi namlab, tarang qilib beradi. Qo'shimcha ko'p mahsulotlardan mix qilib, kremani pishirib olamiz. Bu efekt kuchli bo'lgan ulichka krem. Kimga o'ta quruq va yoriluvchan bo'lsa, mana shu krem olib ishlab ko'ringlar, efekt yaxshi yuzda olib namlab beradi. Ulichka kremlarimizni mix qilib, siliozalarni qirishtiramiz, muloyim bo'lishi uchun.